Silay rahimda Allohning roziligi bor yigitlar. Silay rahim mo'minlarni bir-biriga muhabbatli qiladi. Silay rahim farishtalarni sizga muhabbatli qiladi. Kim silay rahimni yaxshi qilsa, farishtalar uni yaxshi ko'radi. Silay rahim shaytonning g'azabini qo'zg'aydigan eng yaxshi amal bu silay rahim bo'ladi. Siz qancha silay rahim qilganingiz sari shayton sizdan shunchalar xafa bo'lib boradi. Silay rahim rizqingizni mo'l qiladi. Silay rahim umringizni ziyoda qiladi. Silay rahim taqdiringiz oliy bo'lishini imkonini beradi. Azizlar, qarindoshchilik aloqasini uzishdan ko'ra egasiga tez azob yetkazadigan va qolgani oxiratga gunoh bo'lib, yuk bo'lib qoladigan hech bir gunoh yo'q. Kasofati eng tez uradigan gunoh bu silay rahimni uzish. O'zi bilmaydi, boshqa tarafdan musibatlarga mubtalo bo'laveradi.